Hammaga xayrli kun. Qizlar do'konimizda ishlayapti. Bu yerda mana hamma yangi kolleksiyalarimizni boshidan, pastadan, skartadan chiqarib, ilib chiqyapmiz bu yerda mana. Ko'rayotgan bo'lsanglar, yangi kolleksiyada kelgan bonilarimiz shunaqa neobычныйlardan kelgan, to'g'risi, ating bilasiz, Istanbulga borib, shuni dizaynlarni qildirganmiz. Hammasi Ekardin brendiki, ko'p joyda ko'rmaydigan brend, havo o'tkazadigan shunaqa yumshoq. O'zimga ham 4 tadan olganman. Mana bunaqa ivory ranglari, temno-siniy, kapuchino rasvetkalardan bor. Bu yoq qatorimizda hammasi shapkali detskiylarimiz. Oqlardan ham juda ham kam qoldi, ochiq ranglaridan. Bu yoq qatorimizda Versace kam qolganda qaranglar, bular hali yana yo'lda kelyapti, yangi ranglari keladi. Bular ham hammasi skidkada, bilasizlar. Однотонныйlarni korobkalar bilan 165 ming so'mdan qilib beramiz. Qizlar, mana qaranglar, materialni umuman allergiya chaqirmaydi, boshda ham bemalol turadi. Havo o'tkazadi, stretchi bor, korobkalar bilan birga beradi.